Assalomu alaykum, hurmatli tadbirkorlar. Xush kelibsizlar avvalambor. Biz yana shu har hafta tadbirkorlar bilan uchrashuv o'tkazamiz. Shu bankimizga tashrif buyurgan, qaysidir muammo bilan kelgan yoki talabi, taklifi bo'lsa, tadbirkorlar bilan uchrashuv o'tkazamiz. Shu bo'yicha yana sizlar ham shu takliflaringiz bor, yo ishingiz bitmay turibdi, muammo bo'lsa, fikrlarni bildirsangizlar, bizlar xudo xolasa şunu maksimal yetişip verişe hareket kılamız. Sağ olun. Assalomu alaykum. Bu Asaka Banki en Xorazm viloyatida yaxshi tanilgan bank hisoblanadi. Mijozlarga nisbatan muomalasi yaxshi, tartib intizomli. Bu Asaka Bankning xodimlari, ishlovchi xodimlari ham chiroyli muomalalarni kutib olib, chiroyli uzatadilar. İşlerine kanı deb o'ylayman. Shu sababdan men har bir 20 yildan ziyod men shu yerni mijozimman. Hozirgi vaqtimda advokat sifatida faoliyat yuritaman. Shuning uchun men ham shu faoliyatimni yordam tariqasida shu bir kredit masalasini bir yordam berishingizni so'rayman. Biz her daim vaqtida to'lab vaqtida gapiramiz ham sizlarni e'tiborli munosabati bilan bizdan javobgarlik hissi uygulaşıp her daim vaxtında töləb gətirimiz. Şu səbəblə bizə həm şu yenə bir şu tədbirkarlıq fəaliyyətlərimizə, şu iş vərəni yeniləş, taza cihazlar, bir yaxşı hazırki günə müasir rəvişdə şu iş fəaliyyətləri yürütüşdə yenə bir yardım verişinizi iltimas qılaman. Valla değil mi? Az siz ofisin cihazlaş üçün. O cihazlaş üçün də. Neçə son? İndi şu Nəboça kanun dairəsində. Öğren vermədiyiz. Hazır ona vaxtda törəb durubmaz. İndi hazır qaldır. Yenə bir şu yardım qılsanızlar şu məsələdə. Hazır yəni cihazlaş üçün kreditlərimiz var. En kiçinəsindən başlasak, garovsuzlarından başlayayım. Garovsuz, sug'urta polis bilan 50 milyon kreditimiz var. Bu 3 ile 25%dan. Bu mahalla loyihasi bo'yicha tashkil etilgan 50 milyon garovsuz. Bu bo'yicha asanzam bo'ladi. Yo'q, menga ko'proq kerak desangiz 100 milyon bor. 100 milyonimiz misol uchun siz Urganch shahrida qiling. Urganch shahar bo'lsa 23%dan. Tumandagi viloyatdagi tumanlar toifaga bo'lingan, 5 toifaga. Shuni birinchi toifada eng salohiyatli shahar Urganch shahar hisoblanadi. 23%dan 7 yilgacha berishimiz mumkin, 100 milyon. Agar shu ikkisidan qaysi kerak desangiz, endi shu o'zi qonun doirasida shuni hal qilib berishingizni so'rayman. Bo'ladi. Asa tushuntiramiz hujjatlarni. Bundan beramiz. Boshqa yana necha takliflar bor? Menda bir taklif bor. Hozir sen 50 milyonni 3 yilga berasan axir. Bizlarga berib berasanmi shuni? Siz tadbirkor bizga chorvachilik bo'yicha bo'ladi-da. Beramiz. Sizniki hozir ne bu? Necha foizdan berib berasan uni? Hozir sizniki bunday bo'ladi. Hozir siz aytib berdingiz-ku. Mahalladan, biriktirilgan mahalladan keldingiz. Hozir buni tartibi boshqacha bo'ladi. Birinchi, siz 17 milyon biznesga birinchi qadam kredit olasiz. Buni olib foydalanasiz. Kamida bir 6 oy foydalangandan keyin o'sha mahalla oldinga qadam degan 50 millionlikka o'tib bilamiz. Hozir birdan berish yo'q. Birinchi tartib tushundingda, siz endi boshlayapsiz-ku. Hozir 17 million beramiz, xudo xolasa, hozir berdan chiqib. 17 ni olasiz. Dastlabki ishingizni boshlaysiz. Keyin yurish boshlaysiz. Keyin siz hozir yakka tadbirkormi, xolasangiz, MCHmi, siz korxona ochasiz. Ya 50 milyonni beradi. Ana aylanib ketaveradi, izinni 100. Rivojlanib ketaveradi. Oltadan kelganda. Nima uchun desa, o'sha siz yo'lga qo'yib, hanuzdan keyingi etapini o'tamiz-da. Xudo xolasa. 10% shunda bizlarga hozir birinchisidan nechadan foizini? Hozir 27% da 3 yil. 3 yil. Keyin 25%dan 3 yil yana. Ana keyin toifaga qarab, 16 yilgacha. Garovsizdan bo'ladi.